Men hammasini ko'raman lekin. Hammasini 100% ko'raman. Kim bilan ko'rasiz? Sekret. Jahon chempionatini qachon, qayerda ko'rmoqchisiz? Uydagilar bilan, oilaviy, agar nasib qilsa. А что, так можно было, что ли? Biznikilar juda ishqibos futbolga. O'shalar qachon o'shanda ko'ramiz birgalashib. Ertalab soat 7da ishxonada bo'lsam kerak. Markaziy bankda idorada xodimlarni ko'ramiz. To'g'ri zalda hamma xodimlar bilan. Kelinglar. Kutib o'tiramiz biz o'sha soatini, kunini kutyapmiz biz. Kim bilan o'ynaydi? Kolumbiya bilan. Jamoamiz bilan ko'rmoqchimiz. O'zbekistonni o'yinlarini Amerikada emas, O'zbekistonda ko'rasiz shekilli. Yo'q, boraman. Ulgurasizmi? Ulguraman. We're very excited that Uzbekistan is in, and we understand that Thursday morning is the game, and so we'll be cheering for you. Are you following World Cup and which team are you supporting? Uzbekistan, of course. Really? We want them to win. Yes, no, of course, yes. In USA. Uzbekistan. Really? Wow. I'm anxious tomorrow morning. I can't wait to watch it. Well, with my friends here, and we haven't decided just yet, but we will be watching. Nice. Sizningcha O'zbekiston Kolumbiya o'yinida hisob qanaqa bo'ladi? Birinchisini 2-1 yutsak yaxshi bo'ladi. Niyat qilamiz, o'zimiz yutamiz. Yutamiz. Endi unisini men ayta olmayman. Yutamiz deb umid qilaman. Portugaliyani. Menimcha 0-0 bo'lsa kerak. Assalomu alaykum, Uzbekistan. Kongo. Yutamiz. Ko'ramiz. Taxminlaringiz. Ko'ramiz. Men to'g'risi futbolni yaxshi tushunmayman. Sizlarnikilar borgani uchun qiziqyapman. Omad tilaymiz terma jamoamiz. Albatta yutishimiz kerak. O'zbekiston jahon chempioni bo'lib degan gap butun hamma yoqqa shov-shuv bo'lsin. Eng qimmatbaho o'yinchilar qayerda desa, Braziliyada emas, O'zbekistonda degan gap kerak bizga. Woo! Darling, let's go.